Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, men sizlarga hozir bitta yangilikni ko'rsataman. Navbatdagi partiyadagi traktorlarimiz yetib keldi. Kimdir intizorlik bilan kutgan 56 kishilik kabina, kimdir komfortini xohlaydi, kichkina udobniy bo'lsin deb 404, ya'ni 46 kishilik kabinalik traktorlarimiz. Xohlaganlar uchun 56 kishilik juda ko'p ketadigan 50-46 kishilik traktorlarimiz ham Farmlet brendi bilan bilasizlar Deutsche kompaniyasiniki yetib keldi. Undan tashqari o'sha legendarniy Solislarimiz ham sotuvda bor. Do'stlar, bu traktorlarimiz soni cheklangan, chunki buni kutib turganlar ancha bo'lib qoldi odamlar. Chunki bu O'zbekistonda ishlab, o'zini oqlab, o'zini ko'rsatdi. Xullas, traktor bozorida o'z o'rnini yaxshi egalladi. Kimga shunaqa traktor kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik so'raydi, variantga ham qilib berasizlarmi? Imkoniyat qilsa bo'ladi hammasiga. Eng asosiysi hamma agregatidan bor. Traktorga 3 yil garantiya beriladi yoki 1,5 ming matachas garantiya beriladi hamma qismiga. Shoshilib qolamiz, nomerlarim bor pastda. Yana nomerlar qoldiraman. Kimga shunaqa traktor kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar javob beramiz.